Mana avatar qalamchalarimiz mana pindiylashni boshlagan. Rosa ekadigan bo'libdi. Rosa ekadigan bo'lgan. Hamda buni ikkiga bo'lsa ham bo'ladi mana. 1, 2, 3, 4 ta pindi, ba'da 1, 2, 3 mana orqasiga 4 ta pindi. 3 pindi, 4 pindidan shunday ikkiga bo'lib ko'chat qilsa bo'ladi. Mana shu holatda mana shunaqa pindiylagani ham bor, lekin bu pindiylagani kerak emas desa, pindiylamagani ham bor. Xolodilnikda saqlangani ham bor, u hech qanaqa pindiylagan yo'q. Mana shu mana avatarlarimiz. Hop, mana tanasi mana. Tanasi mana ko'kmak mana. Sog'lom ko'chatlar mana. Azizlar, hammaga assalomu alaykum. Video sarlavhasidan ko'rishlaring mumkin. Bugun bizda katta chegirmali aksiya. Azizlar, mana ko'ryapsizlarmi? Avatar qalamchasi original o'zimizda yetishtirilgan avatar, bog'lardan olingan avatarda qalamchalar mana. Sog'lomligidan bular rosa ekishga hozir tayyor bo'lib turibdi. Bizda shu Ramazon oyini oxiriga hayitga chiroyli aksiyalar qilib qo'yganmiz. Bemalol ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaring, O'zbekiston bo'ylab katta partiyada oladiganlar mana hozir rosa mashq qalamchalarni yerga ekib olsa bo'laveradigan payt keldi. Buni ekishlarni hamma yo'g'ini chiroyli qilib o'zimiz batafsil tushuntirib beramiz. Shu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaring, hozir bizda aksiya ketyapti. Avatar qalamchalarimiz 20 mingta atrofida qolgan. Bemalol aloqaga chiqsalaring, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Xohlovchilar bo'lsa kelib o'zlaring ko'rib, buni kurtak chiqargani bor, kurtak chiqarmay turgani ham bor. Mana shularni hozir rosa yerga suqib olsa zo'r ko'chat bo'ladigan qalamchalar. Bularda bitta zo'r ko'chat qilsangiz ham bo'ladi yoki o'rtasidan bo'lib, ikkiga bo'lib, ikkita ko'chat qilib, narxini 2 barobar arzon qilishlaring ham mumkin o'zlaring uchun. Xo'p, azizlar, bizda hozir mana shundan 20 mingta atrofida bor, aytib o'tganimdek, ko'chatlarimiz, qalamchalarimiz ishonchli. Kelib xohlovchilar bo'lsa, o'zimiz shu vodiydan bo'lsa, kelib o'zlaring ko'rib, olib ketishlari mumkin. Vohadiylar bo'lsa, narxlarni kelishtirgan holda chiroyli qilib berib, dastavkalarini ham qilib beramiz. Azizlar, mana hozir bizda 1 yoshli ko'chatlarni ham bitta ko'rsatib o'tib ketdim. Bular ham original avatar ko'chatlari. Ildizlarni qaranglar buni. Maqtasa arziydigan darajada. Ko'chatni qaranglar. Tanasi 3gacha pishirgan buni mana. Ko'rsating. Xullas, bizda azizlar ko'chatlarimiz ham, qalamchalarimiz ham hamma yo'q ishonchli, xotirjam bo'lib olib, katta boq qiladiganlar ham bemalol murojaat qilaverasizlar. Qalamcha ko'chatdan ko'ra ancha arzon tushadi, faqat buni 1 yil mehnatini qilib, o'zingiz chiroyli qilib ekib, ko'chat qilib, keyin boqsiz, 1 yilga vaqtdan yutqazasiz, lekin narxi ancha arzon bog'i sizni o'ylagan summangizdan ko'ra 3-4 barobar arzonroqqa tayyor bo'ladi, xohlasa. Chunki ham xotirjam bo'lasiz, bizdagi qalamchalar shu aytib o'tib ketganimdek ishonchlik. Mana shular hozir yerga suqsiz amal olib turgan payt rosa. Pindiylaganlar ham xotirjam bo'lasizlar, bular qurib qolmagan-da. Eng qiziq, qurimagan shu nimadan bo'ladi? Sog'lomligi uchun pindiy chiqaryapti bular. Sog'lom bo'lmaganda agar xolodilnikda saqlasangiz pindiy chiqarmaydi, atak yerda tursa sog'lom qalamcha o'sha nish olishni boshlaydi. Chunki bahor keldi, yerga amal keldi. Qalamchalar ham xohlasa sekin rivojlanishni boshlaydi. Azizlar, o'sha gap bizda hayit arafasiga zo'r katta chegirma qilib qo'yganmiz. Narxini ancha arzon qilib beramiz. Ekrandagi raqamlarga bog'lanib, aloqaga chiqaverasizlar. Qalamchalarni va ko'chatlarni zo'rlarni yetkazib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.